Kuxnyada pora bo'lib ishlayman. Oyligim 110 ming. Ismim Sayyora, 33 yoshdaman. O'zbekistondanman. Moskvaga ishlagani kelganman. Shunaqa deb videoni boshlamaganimga ham ancha bo'libdi. Kommentariyamga yozayotgan obunachilarimda sazasi o'lib qolmasin deb videoni bugun shunaqa boshlashga qaror qildim. Har safar video olishdan oldin TikTok va Instagramda yangi ideyalar qarab o'tiraman. Qanaqa neobычный narsalar bor ekan deb o'tgan safar bitta opani profilidan xuddi shu bulochkani video retseptini ko'rib qoldim. O'zi har safar bulochka qilganimdan keyin o'zimga o'zim va'da beraman, endi qaytib bulochka qilmayman deb. To'g'risi bilmadim, boshqalarda tuppatuzlik o'xshashi mumkin, lekin menga kelganda nimadir yetishmay qoladi, qanaqadir nasishnost yetishmay qoladi. Вроде videoda ko'rsatilganday gram-grami bilan hammasini qilganman. Bu safargi bulochkam ham ko'rinishidan juda ham chiroyli, juda ham mazaliga o'xshaydi, lekin opять boyaga aytganimdek nimadir kam nasishnost. Yonimdagi sheriklarim rosa shirin bo'pti deb hammasini yeb qo'yishdi, lekin bilaman ko'nglimga tegmasligi uchun shunaqa qilishganini.